Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex payrlarida analiz qilamiz. Birinchi Howist boshlab olsak, tilada bunda kattaroq time frame'da trend o'zicha longoviy trend. Shunga ko'proq longga ideya qidiramiz. Mana bu zonada order block mavjud. Narx 1-2 marta shu order block zonaga kelib reaksiya oldi. Hozircha kutamiz bu zonadan. Keyin mana bu zonada ham kuchli blok bor. Shu yerda flat bo'lgan narx bu yerda ko'p qaytib bergan. Bu zonani ham asosiy blok deb olsak bo'ladi. Ko'p ehtimol bilan bu hafta dushanba bozor ochilishi bilan narx bayiga ketish kerak. Kichikroq 1 soatlikka qarasak, Presewortni 1 ga 3 qilib ishlab olsak bu yerda ham bo'ladi. Yoki mana shu 4640 larga stop lossni qo'ysak, 1 ga 4 ishlab olsak ana shu yerdan bo'ladi. Mana bu zonalarda ham order flowlar mavjud. Shu zonadan narx biroz pastga nima bo'lib, baribir asosiy buyga narx ketish kerak. Tilaga hozircha analiz shu. Keyingisi Bitcoin'ga qarasak, Bitcoin'ga hozircha trend o'zgardi. Trend o'zicha longoviy trendga o'zgardi. Narx tepada ko'plab likvidlarni yeyishdi. Ko'p kishi bozordan manimcha stop olib ham ketdi. 4 soatlikka qarab olsak, mana bu yerda joylashgan likvidlarni olib bozor dalshi longga harakatlanyapti. O'zicha longga bo'lgani uchun ko'proq shu longga ideya qidirishimiz kerak. Bu yerda mana bu zonada order flow mavjud. Bu yerdan ishlab berganmi? 1 soatlikka qarasak, mana bu yerda FVG mavjud. Narx 2-3 marta reaksiya olib tepaga nima qildi. Bu yerda cho'ch buzilib narx o'zgardi. Narxni mana bu zonadan buzib o'tishini kuzatishimiz mumkin. Narx ko'p ehtimol bilan
mana shu zonani buzib o'tish kerak. Hozircha qarashim Bitcoin USDga buy, keyingisi Euro USDga qarasak, Euro USD Langoy trend buy olsa mana bu yerda kuchli zona bor, flat bo'lgan, bu yerdan narx ko'p ehtimol bilan qaytishi kerak. Bir soatlik etsak, bu yerda indusman yechildi. Endi pastdan kirish uchun bir yaxshiroq zona qidiramiz. Mana bu yerda order blok ishlab bergan, keyin mana shu order blokni o'zidan ham ishlab berish mumkin-da. Mana bu yerda ham order breaker blok bor. Narx qaytib shu yerda keyin dalshi buy ko'rishimiz mumkin. Stop loss'ini oxirgi nimaga qo'yamiz? 16.670'larga. Bu yerdan 1 ga 3 normal o'rtacha ishlab olsak bo'ladi. Keyingisi GBP USD ga qarasak, yaponskiy yana yaponskiy deyapman, funt sterling. Funt sterlingga hozir korreksiya boshlangan. Baribir asosiy trend buy. Bu ham kuchli zonaga kirgan narx. Reaksiya olib bo'lgan bu zonadan investment geçilgan bu zonada bu zonada order blok bor. Narx shu order blok zonasiga yetib kelganda buyga ideya qilsak bo'ladi. 1 ga 3 ishlab olsak o'rtacha. Keyingisi yaponskiy yana USD buy. Hozir Yapon yenasida flat harakat bo'lmoqda. Bunday holatda ko'pincha ishlash uncha yaxshi emas. Mana bu yerda asosiy zona bor. Likvid zona. Narx shu zona, kuchli zonaga har doim narx qaytib reaksiya olib pastga tushyapti. Pastdan bironta zona ishlash mumkin. Bunday vaziyatda ishlab bo'lmaydi. Flatda ishlamaslik kerak menimcha bu paytda.